Asqar. Yürü, oldinga chiqib yur. Dima yur. Ratçı Ratçıdan Demek Korporativ sport kubogi musobaqasi ixlosmandlari Korporativ sport kubogining yarim final bahslariga start berildi va birinchi uchrashuv boshlandi. Hayotbank hamda Akfa o'rtasidagi uchrashuv hozircha 0-0 hisobida davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, maydonning o'ng tarafida Hayotbank futbolchilari, chap tarafida esa Akfa futbolchilari o'rin olishgan. Uchrashuv esa qizg'in davom etyapti. Teng kurashlarga boy bo'lgan uchrashuvda hozircha hisob ochilgani yo'q. Ko'rsatgan zarba va chiroyli gol bilan Hayotbank futbolchilari uchrashuvda hisobni ochishmoqda. Demak, birinchi uchrashuvdagi yarim finaldagi ilk to'p Hayotbank futbolchilari tomonidan darvoza safida yo'naltirildi va golga aylantirildi. Ishga muvaffaq bo'ldi. Demak, uchrashuvda hisob ochildi. Hayotbank futbolchilari 1-0 hisobida oldinga chiqib olishdi va burchakdan uzatilgan to'pni hujumchi chiroyli tarzda boshi bilan to'pni raqib jamoa darvozasiga yo'llab qo'ydi. Demak, mana endi markazdan to'p boshlanadi. Akfa futbolchilari to'pni o'yin kiritib berishdi va chap tarafdan hujum amalga oshirish uchun oldinga qarab ko'rishadi. Demak, oldinga to'p uzatilishi, lekin Hayotbank futbolchilari to'pni egallab olishdi va yana to'p Akfada.
Akfa markazga 10-raqamli futbolchi yaxshi pozitsiyaga olib chiqqandi Sherigini, lekin Sherigi bu to'pni kutmagan edi va shu tarzda o'zidan o'tkazib, uzoqlashtirib yubordi. Darvozabon esa bu to'pni egallab oldi va endi sheriklarini oldinga chorlamoqda. Navbatdagi hujumni o'ng tomondan tashkil qilib ko'rishadi Hayot Bank futbolchilari va to'pni yo'latib berildi. Ofsayd bormi yo'qmi? Demak, bayroqcha ko'tarilgani yo'q, ofsayd yo'q, demak, ana endi burchak zarbasi. Yana bir burchak zarbasi xavfli ko'rinish olishi mumkin. Yana o'sha o'ng tomondan hujum amalga oshirishdi Hayot Bank futbolchilari va burchak to'pi ishlashga muvaffaq bo'lishdi. Burchak to'pini amalga oshiradigan futbolchi to'p oldiga yaqinlashmoqda va kerakli nuqtadan uni raqib jarima maydonchasiga yetkazib beradi. Qani ko'ramiz, bu hujum qanchalik bizni oqlaydi va qanchalik xavfli chiqishini esa biz uchrashuv davomida va mana shu yaqin soniyalarda ko'rib qolamiz. Demak, burchak to'pi. To'p yetkazib berildi. Yana boshma zarba, lekin biroz noaniq. Standart vaziyatlardan Hayot Bankning hujumlari ancha keskin tus olyapti. Buni ko'rib turibmiz. Ayniqsa burchak zarbalari xuddi Arsenal kabi ishlanganga o'xshayapti. Arsenal futbolchilari mana shu tarzda standart vaziyatlarni golga aylantirishga ko'plab muvaffaqiyatga erishgan bilamiz. Yana ondan Hayot Bank futbolchilari kirib borishyapti. Orqaga o'ynashni lozim topishdi. Orqaga 92-raqamli futbolchi va pressingga boryapti. Darvozabon endi ko'ryapsiz, Hayot Bank futbolchilari hatto aksiyatlilarni ham chiroyli ushlashyapti. Qisqa paslarni oldinga qarab uzatib berdi. Akfa futbolchilari esa to'pni qaytarishmoqda. Xo'sh, Akfa 14-raqamli futbolchi. Yaxshi chiroyli chiqib ketdi, lekin egallab oldi. Hayot Bank qarshi hujumga qarab ketyapti. Markazga kelayotgan markazga reyd amalga oshirildi va shoshildi. O'yin qoidasi buzildi. Anchayin xavfli nuqtada jarima zarbasini amalga oshirishadi Hayot Bank futbolchilari. Jamoa bo'lib himoyalashadi Akfa futbolchilari. Kooperativ sport musobaqasining birinchi yarim final uchrashuvi eslatib o'taman. Akfa hamda Hayot Bank o'rtasida davom etyapti. Hisob esa 0-1. Hayot Bank futbolchilari oldinda. Zarba va gol. Menimcha mavsumning va bugungi mana shu turnirning eng chiroyli goliga da'vogarlik qiladigan gol desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Chiroyli tarzda amalga oshirilgan bu gol Hayot Bank futbolchilari tomonidan chiroyli tarzda amalga oshirildi va hisob endi 2-0 ko'rinishiga keldi. Bu muxlislarga eslatib o'tamiz. Astrodan so'ng ikkinchi yarim uchrashuvlarni tomosha qilamiz. Bu uchrashuvda UzAvto jamoasi Xalq banki jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Demak, Akfa yana maydon markazida to'pni o'yinni boshlashdi. Ikkinchi bora to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda va yon chiziqdan futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berdi. 80-raqamli futbolchi to'p bilan va u oldinga to'pni berdi. Xo'sh. O'yin qoidasi buzildi va jarima zarbasi ana endi Akfa foydasiga. Akfa futbolchilari jarima zarbasini amalga oshirishadi va butun jamoa bo'lib ular hujumga o'tishmoqda. To'p kerakli nuqtaga o'rnatildi va hujum amalga oshiriladi. To'p yetkazib berildi tepadan va biroz yo'q. To'p so'nggi himoyachiga tegib maydon tashqarisiga chiqmoqda. Endi burchak zarbasi, bu safar esa endi Akfa futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Hop, pasdan to'p uzatildi.
Demak, o'yin qoidasi buzilgan ekan. O'yin qoidasi buzildi va darvozabon to'pni o'yin kiritib berar ekan. Hammasi joyida. Demak, yana hujumga qarab otlanishadi. Hayot Bank futbolchilari pressingga Akfa, xo'sh, to'pni olib qo'yadimi? Ha, maydon markaziga yaqin joyda to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lishdi, lekin tayanch yarim himoyachilar to'pni o'yin ochdi. Demak, qaychi hujum. Chap tomondan uyushtirilayotgan navbatdagi qarshi hujum. Xo'sh, aldab o'tadi o'yinchilar hamdagi futbolchi. Qarama-qarshi tarafga to'pni yetkazib berdi va bu yerdan uzoqdan berilgan zarba, lekin zarba anchayin noaniq tarzda maydonni tark etmoqda. Erkin zarba bilan Akfa darvozaboni to'pni o'yinga kiritib beradi. Markazga to'p uzatib berildi. Akfa 9-raqamdagi futbolchi to'p bilan o'yin qoidasi buzildi Akfa futbolchisiga nisbatan va yana bir jarima zarbasi ishlab olishga muvaffaq bo'lishdi. Jarima zarbasini mana shu ichkariga uzatma bo'ladi ko'p ehtimol bilan va albatta boshqa o'yinlardan Akfaning yaxshi futbolchilari bor. Buni avvalgi o'yinlarda ko'rganmiz. Demak, to'p uzatib berildi yuqoridan. Hayot Bank futbolchilari to'pni bartaraf etishga muvaffaq bo'lishdi. Hayot Bank yana o'zining sevimli qanotidan to'pni olib ketayotgandi, lekin unga nisbatan o'yin qoidasi buzildi va endi Hayot Bank futbolchilari navbatdagi jarima zarbasini o'yin kiritib berishadi. Kechagi o'yinlarda ham guvohi bo'ldik va ko'rdikki, Hayot Bank futbolchilari o'yin tarafdan juda yaxshi hujum amalga oshirishadi va mana shu o'yin tomondan boriladigan reydlar, mana shu o'yin tomondan uzatilayotgan to'plar raqibga anchalik qiyinchilik tug'diryapti va ko'p jihatlarda mana shu qanotlarda ular gol urishga muvaffaq bo'lishyapti. Va yana shu o'ng qanotdan Hayot Bank futbolchilari to'p bilan muomala qilishyapti va hali hamon to'p Hayot Bank futbolchilarida. Kechagi uchrashuvda ham Hayot Bank futbolchilari qiyinchiliksiz raqiblarini 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, bugun ular yarim finalga yetib kelishdi. Ular esa chorak final bahslarida Pepsiga qarshi uchrashuvni amalga oshirishgan edi. Akfa futbolchilari esa chorak finalda Hamkor Bankga qarshi juda ham qiyin uchrashuvni amalga oshirishdi va yagona to'p evaziga ular yarim finalga yo'l olishdi. Markazdan navbatiga hujum. Bu bartaraf etildi. Akfa xo'sh, markazdan birga bir bajaga chiqib ketyapti. Xo'sh, tezlik bor. Aldab o'tdi, lekin darvozabon seyfni amalga oshirdi va to'pni egallab olishga muvaffaq bo'ldi. Ishonchli tarzda to'pni egallab oldi. Lekin yo'q. To'p qo'lga tegmaganligini e'tirof etdi. Uchrashuv bosh hakami, chunki u hakam vaziyatga ham juda yaqin joyda joylashgan edi. Xo'sh, Akfaning hujumi aldab o'tildi bitta o'yinchi va ichkariga kirib boryapti. Uzatma? Yo'q. Yo'q, toza o'yin. To'pga o'ynalgan ekan va to'p uchrashuvdan maydondan tashqariga chiqib ketmoqda va navbatdagi burchak zarbasini amalga oshirishadi endi Akfa futbolchilari. Kerakli nuqtaga o'rnatilmoqda to'p va sheriklarini endi yana bir uzatma bilan siylaydi. Uzatma amalga oshirildi. Yo'q, shunday vaziyat to'pga sovurildi. Ikki nafar futbolchiga tegmagan holatda chiqib ketmoqda. Mana endi erkin zarba bilan to'p o'yin kiritib beriladi. Hayot Bank darvozaboni to'pni kiritib beradi va birinchi bo'lib to'pga Akfa futbolchilari kelishdi. Yo'q, ozgina biroz bo'y yetishmadi. Akfa to'p bilan hali hamon Akfa to'p bilan chiqib ketishdi va birinchi bo'lib Akfa futbolchilari yetib keldi.
kirib boryapti, lekin himoyachilar ham o'z o'rnidan to'pni bartaraf etishdi. Xo'sh, qarshi hujumga chiqib ketadimi Hayotbank? Yo'q, Akfa futbolchilar yana to'pni egallab olishyapti. Zarba berishga umuman imkon bermayapti Hayotbankning himoyachilari. To'p uzatildi, lekin to'pni yana himoyachilar egallab olishmoqda. Akfa futbolchilari golga ancha yaqin kelishyapti. Ketma-ket hujumlar, burchak zarbalarni amalga oshirishyapti. Va zarba. Mana endi zarba. Yo'q. Zarba va hujum juda yaxshi amalga oshirilgan edi, lekin so'nggi zarbada biroz aniqlik yetishmadi Akfaning mana shu futbolchisiga. Bu yerda esa bir futbolchi yotganini ko'ryapmiz. Hammasi joyida, demak o'rnidan turildi. Uchrashuv esa davom etadi. Uchrashuvning birinchi bo'limi yakunlanishiga sanoqli daqiqalar qolmoqda va hisob hozircha 0-2. Oldinda esa Hayotbank futbolchilari. Demak, o'z sherigi bilan o'ynashni lozim topdi darvozabon va himoyachi esa to'pni oldinga yetkazib bermoqda. To'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Yon chiziqdan Akfa to'pni o'yinga kiritib beradi. Hujumlar ko'rib turganimizdek, mana shu o'yin tomonida kechyapti. Ham Akfa tomonidan ham Hayotbank futbolchilar tomonidan ham mana shu o'yin tomonidagi vaziyat ko'proq hujumlarga lokatsiya bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Cho'g'at tarzalda o'tildi. Akfa futbolchilari. Xo'sh. Yo'q. Hujum bartaraf etildi. O'yin qoidasi. O'yin qoidasi buzildi. O'ninchi raqamdagi futbolchi norozi bo'lmoqda. U kartochka so'rayapti. Unga nisbatan ko'rsatilgan qo'pollik uchun, lekin sudya, ya'ni hakam hammasi joyida ekanligini va o'ynash kerak lozim ekanligini ta'kidlab o'tyapti. Yon chiziqdan endi Hayotbank futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. 10-raqamdagi futbolchi to'pga qarab kelmoqda va o'sha o'yinchi endi to'pni o'yinga kiritib beradi. Yon chiziqdan emas, burchak zarbasi ekan. Burchak zarbasi amalga oshiriladi. Demak, yuqoridan to'p uzatildi va yo'q, biroz yetmadi, lekin to'p juda ham chiroyli tarzda amalga oshirilgan edi. Hujumchiga esa biroz bo'y yetishmadi. Erkin to'p bilan to'p o'yin kiritib beriladi endi. Darvozabon to'pni egalladi. Himoyachilar endi to'pni o'yin kiritib berishadi. Birinchi bo'lib esa to'pga birinchi bo'lib Akfa yetib keldi, lekin to'p oldirildi. O'yin qoidasi buzilgan ekan maydon markazida. Maydonning qoq markazida salkam o'yin qoidasi buzilgan ekan. Akfa futbolchilari endi mana shu zarbani amalga oshirish uchun maydon markazidan boshlanadi. Demak, ekraningizning o'ng tomonida barcha futbolchilar joylashgan. Endi to'p uzatilib beriladi. Zarba yo'q. Qarama-qarshi tarafga ketib qoldi to'p. Menimcha hujumchi u yerga emas, albatta darvozaga yo'llashni o'ylagan edi, lekin o'ylamay yaxshi amalga oshirgani yo'q. Akfa to'p bilan. Akfa Zuhurov bilan. Bu esa ochiq oydin o'yin qoidasi buzilishi. O'yin hakam futbolchilarni ayayapti. Albatta bu do'stona muhitda kechayotgan korporativ sport kubogi. Shunday ekan bu yerda jiddiy qoidalar buzish bo'lmaydi. To'p o'yinga uzatildi va darvozabon qiyinchiliksiz bu to'pni egallab oldi. To'p uzatilib berildi. Akfa to'p bilan.
Maydon markazi to'p yo'qotildi. Qarshi hujumga qarab chiqib ketdi. Yo'q. O'yin qoidasi buzildi. O'yin qoidasi buzildi. Jarima zarbasini esa Akfa darvozasi tomon endi Hayotbank futbolchilari o'yinga kiritib berishadi. O'yinchining holati yaxshi degan umiddamiz. Demak, tibbiy yordam chaqirilyapti. Korporativ sport kubogida barcha sharoitlar yaratilgan. Shu hakamidan tortib laysmenlargacha tez tibbiy yordam deysizmi, hattoki tomoshabinlarga havo salqin bo'lganligi uchun choy ham tarqatilyapti, issiq choy. Faqatgina sifatli futbol amal namoyish etsa bo'lgani bizga mana shu maydonda harakat qilayotgan futbolchilar. Setansa sportini tomosha qilayotgan muxlislarga ham sifatli kadrlar va sifatli translyatsiya amalga oshirilyapti. Demak, maydonga qaytamiz va to'p uzatib beriladi. Akfa darvozasi tomon. Himoyachilar to'pni bartaraf etishmoqda. Yuqoridan. Demak, kurashlar to'p uchun maydonda bartaraf etilyapti. Hayotbank yo'q, chiqib ketdi. Akfa futbolchilari shtormdan chiqib ketishdi. Hayotbank endi o'z jarima maydonchasi tomonidan boshlamoqchi hujumlarni. Oldinga yetkazib berildi. Xo'sh, yo'qmi? To'p esa darvozabonga sovg'a qilindi. Darvozabon endi to'pni oldinga kiritib beradi. O'tib ketdi to'p. Xo'sh, Akfa ko'pchilik bo'lib hujumga chiqishyapti. To'pni o'zi saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi Akfa futbolchilari. Yo'q. Ikki himoyachi qurshovdan chiqib keta olmadi hujumchi va to'pni yo'qotdi. Hayotbank esa oldinga qarab yana to'pni oshirmoqda va to'p esa u tarafdan bu tarafga qarab yurmoqda. Kurashlar maydon markazida. Yana o'sha bizga tanish qanot. Endi qarama-qarshi qanotga 9-raqamli futbolchiga o'tdi. Yaxshi hujum. Xo'sh, yo'q. Penalti yo'q. Bosh hakam penalti yo'qligini ko'rsatmoqda. Hayotbank yo'q, to'p o'tib ketmoqda. Bosim sariq kartochka 14-raqamdagi futbolchiga sariq kartochka ko'rsatilmoqda. Ko'p vaziyatlarda mana shu 14-raqamdagi futbolchi hakam bilan tortishayotgan edi va oxir-oqibat sariq kartochka unga ko'rsatildi. Demak, uchrashuv davom etadi. Yon chiziqdan Akfa futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. To'qqizinchi raqamdagi futbolchi to'p bilan. Bu orada esa uchrashuvning birinchi bo'limi o'z nihoyasiga yetdi. Hisob esa hozircha 2-0 Hayotbank futbolchilari oldinda. Biroz so'ng qaytamiz, albatta ikkinchi taym bundan-da shiddatli bahsga guvoh bo'lamiz degan umiddamiz. Bizdan uzoqlashmang. Ikkinchi oqqa keling ovqatga javob. Bor. Ikkinchi taym boshlanish arafasida ikkinchi taymga start beriladi. Hayotbank va Akfa futbolchilari o'rtasidagi uchrashuv 2-0 hisobida Hayotbank foydasiga davom etmoqda. Ana endi ko'rib turganingizdek, ekranlaringizning o'ng tarafida Akfa futbolchilari, chap tarafida esa siyoh rang formalarda Hayotbank futbolchilari o'rin olishgan. Demak, hujum boshlanib ketdi. Birinchi hujum ikkinchi bo'limdagi. Demak, Hayotbank futbolchilari to'pni kiritib berishadi. Ikkala jamoa vakillari ham o'z murabbiylaridan kerakli ko'rsatmalarni olgan holda maydonga tushib kelishdi. Demak, Hayotbank bilan
O'yin qoidasi buzildi. O'yinning orqa tarafiga zarba berilgan edi, shu jihatdan Hayotbank futbolchisi maydonda yiqilib yotibdi. Lekin hammasi joyida degan umiddamiz. To'p o'yin kiritiladi, demak. Ichkariga to'p uzatilma. To'p qaytarildi, xo'sh. Chiroyli hujum, markazdan kirib boryapti. 10-raqamli futbolchi. Yo'q, o'xshamadi. Hayotbank to'p bilan o'tmadi to'p. O'tmadi. O'tib ketdi. Xo'sh. Zarbaga imkon berishmayapti. Hayotbank himoyachilari, tayanch yarim himoyachilari ham. Endi ular o'ng tomonga qarab ketishdi. O'ng tomondan to'p uzatiladi ichkariga qarab. Ko'p ehtimolmi? Yo'q, aldashni lozim topdi. Ichkariga baribir uzatma. Xo'sh. Akfa. Zarba. Yo'q, himoyachilar qaytarishmoqda bu zarbalarni. Bosh bilan ichkariga yana zarba. Va hujum hali ham davom etmoqda. To'xtatib oldi. O'tib ketdi, lekin zarba yana. Yo'q. Ketma-ket zarbalar, ketma-ket hujumlar amalga oshiryapti va so'nggi zarba esa biroz noaniq tarzda maydonni tark etdi, lekin ketma-ket hujumlar amalga oshiryapti Akfa futbolchilari va ular ikkinchi bo'limning dastlabki daqiqalarida hisobni qisqartirishga harakat qilishmoqda, chunki ular hisobda orqada borishyapti, 2-0 hisobda mag'lub bo'lmoqda va albatta ularga kamida 2 ta gol kerak. Shuning uchun ular ikkinchi bo'limning dastlabki daqiqalaridan boshlab ketma-ket hujumlar uyushtirib, hisobni qisqartirishga harakat qilishyapti. Mana ko'ryapsiz, raqib jarima maydonidan kutib olishyapti, pressing qilib. Lekin Hayotbank futbolchilari ham bu pressingdan chiqib ketishyapti. To'p oldirildi maydon markazida. Uchrashuv o'yin qoidasi buzildi. Hakamni tortishish yaxshilikka olib kelmaydi, shuning uchun o'yinni davom ettirgan yaxshiroq deb hisoblaymiz. Demak, darvozabonning o'zi to'pni kiritib berdi va bu orada esa aktiv futbolchilar tomonidan o'zgartirish amalga oshirilyapti. 11-raqamda harakat qilgan futbolchi o'rniga uning jamoadoshi maydonga tushib, jamoasi uchun yordam beradi. Demak, yana to'p uzatilishi. Darvozabon to'p oldida. Ichkariga uzatma. Bu to'pni Hayotbank hujumchisi kutmagan edi. O'tib ketmoqda. Maydon markazida Hayotbank to'pni egallab olyapti. 92-raqamdagi futbolchi. O'zi yo'q. Noaniq to'p uzatilishi va bu esa to'pni Akfa futbolchilari egallab olishdi. Mana endi o'ng tomondan kirib boryapti. Akfa futbolchilari. Hayotbank futbolchilari esa jon-jahdlari bilan zarbalarni va shu hujumlarni qaytarishga, bartaraf etishga muvaffaq bo'lishyapti. Oldinga yo'q. To'p bilan nazoratni Akfa futbolchilari olishdi. Zarba va gol. Chiroyli zarba, gol. 2-1. Ketma-ket hujumlar oxir-oqibat Akfa futbolchilarini golga yaqin olib kelayotganida va chiroyli gol hisobi. Chiroyli gol 17-raqamli futbolchi tomonidan amalga oshirildi. O'zi aytayotganimdek, Akfa futbolchilari ancha golga yaqin kelayotgan edi va ular hisobni qisqartirishga muvaffaq bo'lishdi. Shu so'nggi hujumlarda Hayotbank futbolchilari ularga zarba berishga bermayotgan edi, lekin so'ngida esa mana ular chiroyli zarba bilan gol urishga muvaffaq bo'lishdi. 2-1. Demak, remontada boshlanib ketdi Akfa futbolchilarida. Ko'ramiz, qani bu yoqda esa Hayotbank futbolchilari ham qarshi hujumga o'tib ketib, ular ham hujumga o'tib ketishmoqda. Demak, qandaydir motivatsiya bo'ldi hozir Akfa futbolchilarida va ular endi yana hujumga qarab oldinga borishadi. Teng kurashda ochiq kechayotgan chiroyli uchrashuvni guvohi bo'lyapmiz. Va
To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Endi burchakdan zarba amalga oshirishadi Hayot Bank futbolchilari. Eslatib o'taman, Karpatyo sport musobaqasining bosh homiysi Akfa kompaniyasi, yana bir homiy Pepsi kompaniyasi, IT homiy va hamkor Realsoft IT kompaniyasi va ko'plab tijoriy banklar hamkorligida mana shu uchrashuv turnir o'tkazilmoqda. Dek avval xabar berganimizdek, mana shu turnir davomida 16 ta jamoa 4 tadan guruhlarga bo'lingan holatda mana shu darajaga yetib kelishdi va bugungi yarim final bahslarida Akfa hamda Hayot Bank futbolchilari to'p bilan Alenda Akfa futbolchilari o'yin tomonidan to'pni o'yinga kiritib berishib, yana o'z sheriklarini oldinga qarab boshlashmoqda. O'tib ketmoqda to'p. Demak, Hayot Bank oldinga qarab ketyapti. Xo'sh, o'yin tomonidan yo'q. Ochiq oydin bu sariq kartochkali vaziyat. Sariq kartochka 77-raqamda harakat qilayotgan futbolchiga ko'rsatilyapti. Demak, jarima zarbasi amalga oshiriladi. Tibbiy yordam ko'rsatish kerakligi aytib o'tildi va tibbiy yordam ko'rsatilyapti. Hayot Bank futbolchisi 8-raqamda harakat qilayotgan Hayot Bankning vakiliga. Ushbu uchrashuv o'z nihoyasiga yetgandan so'ng albatta bizni ikkinchi yarim final bahslari ham kutib turibdi. Ya'ni UzAvto hamda Xalq banki jamoalari o'rtasidagi ikkinchi yarim final bahslari bo'lib o'tadi va mana shu bugungi bahsdan so'ng kim birinchi bo'lib finalga chiqib olishini albatta belgilab olamiz. Hozircha esa hisob 2-1 Hayot Bank futbolchilari oldida va ular jarima zarbasidan to'pni o'yinga kiritib berish uchun tayyorgarlik ko'rishyapti. Hushtak chalindi va ichkariga uzatma. Yo'q, bu yerda Akfa futbolchilari, ya'ni himoyachilari o'z o'rnida edi. Zarba berildi. Maydon to'siniga tegmoqda to'p. Darvoza to'siniga teggan to'p tashqariga qarab chiqib ketdi va rikoshet bo'lgan ekan va rikoshet holatidan to'p o'yinga darvoza to'siniga tegib maydonni tark etgan. Endi burchak zarbasi amalga oshiriladi Hayot Bank futbolchilari tomonidan. Ichkariga uzatma va yana bir va ikkinchi zarba gol. 3-1. Ikkinchi darvoza to'siniga tekkan to'pni, qaytgan to'pni Hayot Bank futbolchisi Akfa darvozasiga joylab qo'ydi va hisobni yiriklashtirishga muvaffaq bo'ldi. 3-1 hisobida uchrashuv davom etadi endi. Xo'sh, uchrashuv yana ham qiziydi endi. Demak, uchrashuv yana qiziydi. Biz esa Akfa futbolchilaridan remontadani kutib qolamiz. Ular Hayot Bank darvozasiga gol urishga muvaffaq bo'lishdimi? Ishonamizki, albatta ular yana gol urishadi va bizga albatta qiziqarli futbol tarafdorimiz. Hayot Bank to'pni olib qo'ydi. Yo'q. O'yin qoidasi buzildi. O'yin qoidasi buzildi. Shu goldagi vaziyatda o'zi golga yaqin kelayotgan edi Hayot Bank futbolchilari. Ketma-ket hujumlarda 2 marotaba to'p darvoza to'siniga tegib va ikkinchi marotaba darvozaga to'siniga kelgan to'pni Hayot Bankning futbolchisi shu qaytgan to'pni keyin bo'sh qolgan darvozaga joylashga muvaffaq bo'ldi va o'z jamoasini oldinga olib chiqdi. 3-1 davom etadi va Hayot Bank yana jarima to'pini o'yinga kiritishadi. Ichkariga uzatma, xo'sh,
O'yin qoidasi buzildi. Akfa futbolchilari to'p bilan chap qanotdan kirib borishyapti. Xo'sh, Qodirov to'p bilan 5-raqamdagi maydon markaziga hujum ko'chdi. Ana endi o'yin tomonidan kirib borishadi. Ichkariga uzatma va darvozabon to'pni oyoqlari bilan qaytarmoqda. Yana ichkariga uzatma. Darvozabon birinchi bo'lib yetib keladimi? To'p maydondan tashqariga chiqib ketgan ekan. Ana endi chap tarafdan Akfa futbolchilari yon chiziqdan to'pni kiritib berishadi va navbatdagi hujumni boshlashga harakat qilishadi. Butun jamoa bo'lib himoyalanmoqda Hayot Bank futbolchilari va butun jamoa bo'lib hujumga o'tmoqda Akfa futbolchilari. Ichkariga uzatma. Yo'q. To'p esa darvozabon. To'pga darvozabon birinchi bo'lib yetib keldi va endi jamoadoshlari oldinga chorlaydi. Yo'q. Akfa zarba. Yo'q. Zarba esa noaniq tarzda. Bu orada esa ofsayd ekan. Kech qolasan hozir. To'p o'yin kiritib berilmoqda. Akfa ichkariga kirib boryapti. 77-futbolchi o'tkaza olmadi sherigiga. Yo'q, to'p Akfa futbolchilarida qolganligi uchun, to'p qo'lga tekkan bo'lsa ham Akfa futbolchilarida qolganligi uchun uchrashuv hakami to'pni o'yinni davom ettirishga ruxsat berdi. Akfaning hujumi davom etyapti. Zarba noaniq. Demak, to'p o'yin kiritib beriladi. Murosasiz bahs davom etyapti Akfa va Hayot Bank jamoalari o'rtasida. Yon chiziqdan to'p o'yin kiritiladi. Hayot Bank to'pni o'yin kiritib bermoqda. Navbatdagi hujumga chiqishmoqchi Hayot Bank futbolchilari. Xo'p, yordam beradigan futbolchi bormi? Yo'q, olib qo'yildi. Akfa futbolchilari olib qo'yishdi, lekin markazda to'p yana Hayot Bank futbolchilari tomonidan egallab olindi. Kurashlar, to'p uchun kurash. Yaxshi uzatma. Yana bir uzatma, lekin uchrashuvda futbolchilar bir-birini tushunishmadi, lekin yaxshi hujum tashkil qilishga harakat qilishgan edi Hayot Bank futbolchilari. Ana endi Akfa to'pni o'yinga kiritib beradi. Chiroyli tarzda oldi o'tdi 10-raqamdagi futbolchi, lekin so'ngida Hayot Bank futbolchisi ham to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Hayot Bank to'p bilan yana o'yin qoidasi buzildi. Akfa darvozasi tomon yana jarima zarbasi belgilandi va Hayot Bank futbolchilari ushbu jarima zarbasini amalga oshirishga kirishishadi. Hujumchilar va yarim himoyachilar raqib jarima maydonchasiga kirib borishgan.
To'p ehtimol bilan yuqoridan uzatma amalga oshiriladi. Hushtak chalindi. Yuqoridan. Yo'q, qaytarildi to'p himoyachilar tomonidan. Hujum esa davom etadi. Yo'q. O'yin qoidasi buzilgani yo'q, demak uchrashuv davom etadi. O'tdi to'p. Birinchi gol muallifi 17-raqamdagi futbolchi to'p bilan kirib boryapti. Maydon markazida. O'yinchilar aldashib kirishib ketdi va xo'sh, o'yin tomondan maydon markazida Akfa to'p bilan Xalon 4-raqamdagi futbolchi ichkariga uzatmani amalga oshirdi. Ochilayotgan futbolchi bor edi ichkarida va to'p unga qadar yetib bormadi. Himoyachi esa to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi va Akfa futbolchilari burchak zarbasi ishlab olishdi. Ana endi burchak zarbasini chap tarafdagi burchakdan amalga oshiradi Akfa futbolchilari. Va hisobni qisqartirish uchun albatta yaxshi imkoniyat. Demak, bu sherigi bilan o'ynashni lozim topdi, lekin bir-birini tushunmay qolishdi. Akfa futbolchilarida yangi kuchlar maydonga tushyapti. O'zgartirishlar amalga oshirilyapti. 8-raqamda harakat qilgan futbolchi o'rniga yangi futbolchi maydonda harakat qiladi. Ruxsat berildi to'p o'yin kiritishga ichkariga. To'p yana tashqariga chiqib ketmoqda. Akfa hujum o'xshamadi. O'yin qoidasi buzildi Akfa futbolchilariga nisbatan va endi Akfa futbolchilari jarima zarbasini amalga oshirishadi. Demak, jarima zarbasi butun jamoa ichkarida bosh bilan yo'llaydigan futbolchilar ham talaygan Akfada. Demak, to'p esa pastdan uzatildi. Chiqib ketdi. Hayotdan futbolchilari, demak, to'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Akfa futbolchilari tomonidan. Uchrashuvda yakunlanishiga esa sanoqli daqiqalar qolmoqda. Vaqt esa Akfa futbolchilariga qarshi kechyapti. Shunday ekan ular iloji boricha golga yaqin kelishga va hisobni qisqartirishga va hech bo'lmaganda 3-3 hisobiga keltirishga harakat qilib borishadi. Daqiqalar mobaynida, lekin Hayot Bank futbolchilari bunga yo'l qo'yadimi, yo'qmi? Kuzatib boramiz. Bir necha daqiqalar qolmoqda uchrashuv yakunlanishiga. Hayot Bank to'p bilan. O'tmadi to'p. Akfa futbolchilar to'pni egallab olishdi. Xo'sh, qisqa paslar bilan, chiroyli paslar bilan chiqib ketishyapti hujumga. Yo'q. 97-raqamli futbolchi egallab oldi. Hujumni bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Xo'sh. Akfa to'p bilan maydon markazidan Xo'p, ichkariga to'p yana oshiriladi. Yuborildi. Yuqoridan darvozabon mushtlar bilan to'pni qaytaryapti. Zarba. Yo'q, zarba noaniq, lekin hujum davom etadi. Yo'q, himoyachi yo'l qo'ymadi.
hujumni davom ettirishga himoyachi yo'l qo'ymadi. Endi erkin zarba bilan Hayotbank futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Va mana shu yerning o'zida endi pressing boshlanib ketadi. Ichkariga uzatma. Hayotbank to'p bilan. Demak, yana o'sha sevimli qanotdan Hayotbank kirib boryapti. Xo'sh, yana to'p uzatilishi. Zarba o'xshamadi va darvozabon to'pni egallab olishga muvaffaq bo'ldi. To'p o'yinga kiritib beradi. Akfa to'pni o'yinga kiritib beradi yon chiziqdan. Ular shoshilishyapti albatta. Ular chunki hisobda orqada borishmoqda. Ular albatta oldinga chiqishga harakat qilishadi. Bor kuchlari bilan gol urishga harakat qilishadi. To'p esa maydonni tark etmoqda. Top o'tdi. Hayotbank. Hujum. Yo'q. Bartaraf etildi hujum. Akfa. Hayotbank to'pni olib qo'ydi. Uchrashuv. Yon chiziqdan. Hayotbank to'p bilan ikkita futbolchini o'ziga yaqinlashtirib, to'pni sherigiga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Va futbolchilar yana to'pni bartaraf etishdi, hujumni oldinga qarab ketyapti. Yaxshi hujum, yaxshi uzatma, lekin o'tmadi. Chiroyli paslar bilan chiqib ketayotgan edi, lekin to'p o'tmadi. Uchrashuv o'yin qoidasi buzildi. O'yin qoidasi buzildi. O'yin qoidasi buzildi. Hammasi joyida. Ichkariga uzatma. Yo'q. Himoyachi qanot himoyaga qarshi. Oldinga qarab tepdi. Hujum. So'nggi hujumlardan biri bo'lishi mumkin. Yo'q. Yo'q. Oxirigacha harakat qilyapti Hayotbank hujumchisi. Yiqilib bo'lsa ham, o'rnidan turib bo'lsa ham gol urishga harakat qilyapti. Lekin Akfa himoyasi bunga yo'l qo'ymadi baribir. O'yinni kuzata turib, Akfa emas, Hayotbank orqada qolayotganga o'xshayapti deb o'ylashingiz mumkin. Hisobda offside. Offside ana endi Akfa. To'pni yana oldinga kiritadi. Butun jamoa bo'lib hujumga o'tadi Akfa. So'nggi hujumlardan biri bo'lishi mumkin, chunki uchrashuv yakunlanib bormoqda. Belgilangan vaqt. Albatta to'xtatishlar hisobiga shu bosh hakami 1-2 daqiqa qo'shib berishi mumkin. Akfa to'p bilan maydon markazida xo'sh Zokirov nima o'ylab topadi? To'p bilan Zokirov 77-raqamli futbolchi endi maydon markazidan kirib borishmoqchi. Yana o'sha o'ng taraf. Demak, ichkariga uzatma ko'ramizmi? Yo'q, alda o'tyapti. Uzatma yerlab berilgan. Lekin Hayotbank futbolchilari to'pni egallab olishdi. Oldinga tepildi, lekin to'p ancha uzoqqa ketgan edi.
Akfa futbolchisi yetib keldi. Va to'pni endi yon chiziqdan o'yin kiritib beradi. Hayot Bankning hujumi. Yo'q. Burchak zarbasi. Shu so'ngida esa burchak zarbasi amalga oshiradi endi Hayot Bank futbolchilari. 3-1 hisobida Hayot Bank futbolchilari hozircha uchrashuvda g'alaba qozonishmoqda va ko'p ehtimollar bilan finalga yo'l oladigan ilk finalchi bo'lish uchun ancha yaqin turibdi. Demak, so'nggi hujumlar burchak zarbasini tomosha qilamiz Hayot Bank ijrosida. Uzatildi to'p. Zarba yo'q. Qandaydir qilib to'p darvozaga kirmadi va shu orada esa uchrashuv yakunlandi. Demak, birinchi yarim final bahslari 3-1 hisobida Hayot Bank jamoasi foydasiga yakunlandi. Akfa futbolchilariga ham tashakkur izhor qilamiz bugungi chiroyli va sifatli o'yin uchun va Hayot Bank futbolchilarini tabriklaymiz. Ular ilk finalchiga aylanishmoqda. Bizdan uzoqlashmang. Setanta Sport kanalida Korporativ sport kubogining ikkinchi yarim final bahslari bizni kutib turibdi. Ikkinchi yarim final bahslari ham juda ham qizg'in tarzda o'tishi albatta ko'zda tutilgan va ikkinchi yarim final bahslarini bizda kuzatib boring. UzAvto hamda ikkinchi yarim final bahslarida UzAvto hamda Xalq banki jamoalari o'zaro to'qnash kelishadi va mana shu jamoalardan g'olib bo'lgan jamoa ikkinchi finalchiga aylanadi. Demak, birinchi finalchi bizda Hayot Bank jamoasi. Akfaga tashakkur bildiramiz va bizdan uzoqlashmang. Birozdan so'ng ikkinchi yarim final bahslariga start beramiz.